Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana labolarimiz наличиеda tayyor. Mana akalarimiz kelishyapti. Ko'rganim mana labolarni. Hammasi 2026-yil kuzovda. Farg'onadan, Vodiydan, Vohadan, Toshkent viloyatidan, hamma viloyatlardan kelishyapti laboni olgani. Hammasi 2026-yil kuzovda. Probeklarni ham ko'rsataman. Hammasini borti bir xil bo'ladi. Probegini ham ko'rishingiz mumkin. 4 kilometr yurgan mashina. Probegi 4 kilometr yurgan. Labolarimizning soni chegaralangan, ulgurib qolinglar deymiz o'rtoqlar. Labolarimizga 50% to'laganligi befoiz 0% dan chiqadi. 51 million so'm kerak bo'ladi o'rtoqlar. Oylik to'lovi 22 oyga 2 million 190 ming so'mdan tushadi. Er xotin pasport, ZAGS qog'oz kerak bo'ladi. ZAGS qog'oz kerak bo'ladi. Bemalol labolarimizni kelib xarid qilishingiz mumkin o'rtoqlar. Hozircha наличиеda tayyor. 50% to'lasanglar 0% bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammasini yili kuzovi 2026. Mana akalarimiz ertalabdan kelishgan, Vodiydan, Vohadan, butun O'zbekistondan xudo xolisa mana yetib kelishyapti. Xudo xolisa mana bugun ishligingiz sekin boshlanish arafasida. Mana ichkarini ham ko'rsatib o'taman. Mana odam ko'rishingiz mumkin. Mana akalarimiz kelishgan. Butun respublikaga 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasiga hammaligisi labo olishyapti. Hozir ko'pchilik labo olishyapti. Mana hozir ish jarayoni bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Soat ertalab 9. Hozir ochildik. Mana odamlarni ko'rishingiz mumkin. Ertalab 9 bo'lgan. Hozir mana hammaligisi yetib kelishgan. Hali yo'lda akalarimiz ham kelishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Hali mashinada o'tirganlar ham hali ko'pchilikni tashkil qiladi mashinaning ichida o'tirganlar. Xudo xolasa ba'zilar ishlab tursa hammaligisi kechga mashinaligisini haydab ketadi inshaalloh. Labolarimiz sotilishda davom etyapti mana. Toshkent viloyatidan, Farg'onadan olganda 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha berilyapti mana labolarimizdan. наличиеda hozirgi kunda tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi oxirgi partiyada 2026-yil kuzovda. Aka, qaysi birini tanladingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh, sizlar kelishlaring men tavsiya qilaman. Kelsalar ishlaring tez bitar ekan. Abetdan keyin keldik. Xolos ishimiz bitdi. Shunisini oldik. Mana 2026-yil kuzovda probegi necha ekan? Probegi 4 ekan. 4 kilometr yurgan mashina. Treylerda kelgan mashinalar hammasi наличиеda tayyor. Aka, qaysi viloyatdan keldingiz aka? Farg'ona viloyati Qo'qon shahar. Qo'qondan ekanlar aka. Aka, bizani ko'rib turganlarga nima deysiz aka? Sizlarni ko'rib turganlarga maslahat beraman. Kenglar, o'nglar shu abetgacha ba'zi ishlab tursa bir kunda ishlaring bitib ketar ekan. Rahmat aka. Uydagilarga salom ayting, yaxshi yetib oling aka. Bundan ham katta mashinalar olganingizda ham bizdan mashina xarid qilish sizga nasib qilsin. Yaxshi yetib oling aka. Mana bu akamiz ham mana tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum aka. Mana Index Avtomotorsga keldingiz. Mana bizani ko'rib turganlarga nima deysiz? Kelinglar, sizlar ham olinglar. Index Avtomotors ishonchli ekan. Hammaligiga rahmat. Shu biz ham shu yerdan xarid qildik. Endi xudo xolasa yaxshi savollar beraman. Mayli, mayli. Mana Index Avtomotorsga keldingiz. Bankka bor, bu yoqqa borlar yo'q ekanmi? Yo'q ekan. Yugur yo'q, hammasi o'zlari harakat qilib, mashinani ham o'ziga qidirib, topib, bankka ham o'ziga hal qilib berishdimi? Hal qilib berishdi hammasini. Ortiqcha muammolar bo'lmadimi? Yo'q, ortiqcha muammolar yo'q. Hammasiga rahmat. Sizlar ko'rib turganlarga nima deysiz? Kelishsinmi aka? Kelishsin, hammaliga olishsin. Omad hammaga, rahmat sizlarga ham. Rahmat aka. Yaxshiligiga haydanglar, yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Mana sizlar ham kelinglar, mashinaga ega bo'linglar. Jizzaxdan kelishgan, Samarqanddan kelishgan. Umuman olganda 12 ta viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasigacha
50% to'laganga u yoqqa yo'q, bu yoqqa yo'q degan narsalar yo'q. Hamma viloyatga bir tekisda beriladi o'rtoq. Kredit stori tarixi toza bo'lsa bo'ldi. Hammalarning indeks avtomotorsda kutib qoladi.